Nubuvatning 7 va 9-yillari. Musulmonlarning 3 yil qamalda qolishlari. Makka davri 7-yilning boshi edi. Makkalik mushriklar musulmonlar bilan har qanday aloqani uzishga qaror qilishdi. 6 yildan beri islom nurini so'ndirish uchun uringan mushriklar musulmonlarga qarshi turli xil yomonliklar qilgan bo'lsalar-da, niyatlariga yetolmagan edilar. Kunlar esa o'tmoqda. Musulmonlik rivojlanmoqda, haq botindan ustun kelmoqda edi. Hamza, Umar kabi e'tiborli zotlar musulmon bo'lishgan edi. Abu Tolib jiyani Rasul akramni hali ham himoya qilardi. Endi biror natijaga erishish uchun Abu Jahl boshchiligida to'plangan mushriklar Hoshim va Muttallib urug'lari bilan savdo-sotiq, qiz olib uzatish kabi har qanday madaniy munosabatlarga uzil-kesil barham berishga kelishishdi. Bu qarorga Quraysh peshvolaridan 40 kishi qo'shildi. Hatto ular bu qarorga qarshi biror harakat qilmaslikka qasam ichdilar. Qarorlarini ahdnoma shaklida qog'ozga yozib, muhrladilar. Uni biror matoga ko'chirib, Ka'baning ichiga osib qo'ydilar. Bir qavlga ko'ra, ahdnomani Mansur Ikrima o'g'li yozgan. Har yoqda parokanda bo'lib yashayotgan butul musulmonlar Hibbi Abu Tolib mahallasidagi Hoshimiy va Mutallibiylarga kelib qo'shilishdi. Rasul akram ham Arqamning uyidan chiqdilar va Abu Tolibning mahallasiga ko'chib o'tdilar. Bu yer o'zlari tug'ilgan mahalla edi. Avval bu mahalla Shibbi Hoshim, keyin esa Shibbi Abdul Muttalib deb yuritilgan. Hazrat payg'ambarning amakilari Abu Lahab Hoshimiylardan edi, lekin islom dushmani bo'lgani uchun mushriklarga qo'shilib ketdi. Boshqa amakilari Abu Tolib esa musulmon bo'lmasa ham qamaldagilarga rahbar bo'ldi. Hatto mushriklarning qamaldagilarga qo'qqisdan bostirib kelish ehtimoli borligini o'ylab, ba'zan kechalari o'zi qo'riqchilik qilgan. Abu Jahl imzolangan qarornomani amalga tatbiq qilish uchun kecha-kunduz ter to'kib harakat qilardi. Musulmonlarning mahallasiga kirib chiqayotganlarini kuzatib borar, asosan u yerga yashirincha oziq-ovqat kiritilishiga yo'l qo'ymas edi. Musulmonlar Abu Tolib mahallasida 3 yil qamalda qoldilar. Bu davr mushriklarning musulmonlarga qarshi ko'rsatgan yomonliklarning 4-chisi, mahrumiyat davri edi. 3 yil davom etgan bu mahrumiyat davri musulmonlar uchun juda og'ir palla bo'ldi. Jurju Zaydonga ko'ra, Bani Hoshim va Bani Muttalib bu tazyiq sababli daralarga chiqib ketdilar. 3 yil tog'lar orasida yashashga majbur bo'ldilar. Ular Makkaga yashirincha kirishardi. Bu muhosara, ya'ni qamal davomida musulmonlar juda og'ir kunlarni boshlaridan o'tkazdilar. Oziq-ovqat olib kirish amri mahol edi. Shuning uchun ham musulmonlar daraxt barglarini yeb kun kechirdilar. Bolalar ochlikdan qiynala boshladi. Ibn Sadning yozishicha, bolalarning dod-faryodi uzoqlardan ham eshitilib turardi. Sahobalarning Hamza, Umar kabi jasurlardan boshqa hech kim bozorga chiqib savdo qila olmasdi. 1 yillik ehtiyojlarini musulmonlar faqat urush taqiqlangan oylarda yig'ib olishga harakat qilishardi. Rasul akram ham islom dinini yoyish vazifalarini o'sha oylardagina ado qilardilar. Musulmonlar uchun juda og'ir bo'lgan bu davrga islom tarixchilari qotiyati rahm, ya'ni qarindoshlik aloqalarining uzilishi nomini berishgan. Mushriklarning bu muhosaradan ko'zlagan maqsadlari Hazrat payg'ambarni o'zlariga taslim ettirgunga qadar musulmonlarni och qoldirish va Rasul akramni o'ldirishga qulay fursat topish edi. Holbuki Bani Hoshim va Bani Muttalib bilan birlashgan butun musulmonlar payg'ambarlarining hayotini saqlab qolish uchun jonlarini ham qurbon qilishga tayyor edilar. Biroq 3 yil davom etgan bu qamal va ochlik davri musulmonlarni ancha qiyin ahvolga solish bilan birga, hatto ko'plab qurayshliklarning ham g'azabini qo'zg'atdi. Ularda achinish hissini uyg'otdi. Bu bema'ni qarorni buzish uchun 5 o'rtoq Hishom, Zuhayr, Mutib, Abdul Baxtari, Zama o'zaro yashirincha maslahatlashdilar. Quraysh a'zolari to'planib turgan joyga bordilar. Oralaridan Zuhayr: "Ey makkaliklar, bu qanday bedodlik! Biz shunday xurram yashasak, shirin taomlar yesak, chiroyli kiyimlar kiysak-u u tarafda Bani Hoshim va Bani Muttalib qiynalib tursa, ochlikdan o'lar holga kelsa, qasam ichib aytaman, bu bema'ni va zolim sahifa yirtilmas ekan, bu yerdan ketmayman" dedi. Abu Jahl o'sha zahotiyoq unga qarshi gapirdi, biroq sheriklari Zuhayrni qo'llab-quvvatlashdi. Nochor qolgan Abu Jahl: "Tushunarli, bu ishni bu kecha pishitib qo'yibsizlar", deya oldi xolos.
Shu tariqa mushriklarning ittifoqi ham buzildi. Ayni paytda Ka'bada osig'liq ahdnomalarini termit, ya'ni ko'r-chumolilar yeb qo'yayotgani Rasuli akram tomonidan bildirildi. Abu Tolib bu ilohiy ishoratni Qurayshga yetkazdi. Makka davrining 10-yili boshida butun musulmonlar bilan birga Rasul akram ham bu 3 yillik dahshatli qamaldan qutuldilar. Oy mo'jizasi. Qamal asnosida Makka davrining 9-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning inshiqoqi qamar deyiluvchi mo'jizalari ro'y berdi. Oydin bir kechada Allohning irodasi bilan payg'ambarimiz alayhissalom vositalarida oy ikkiga bo'linib, bir bo'lagi Hiro tog'ining bir tomoniga, ikkinchi bo'lagi ikkinchi tomonida ko'rindi. Biroq mushriklar bunga ham ishonishmadi. Abu Jahl bu mo'jizani sehrgarlik dedi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Qamar surasi 1-oyat. Muhammad hamda Yazir deydiki, payg'ambarimizning eng porloq mo'jizalaridan bo'lgan inshiqoqi qamar mo'jizasi darhaqiqat sodir bo'ldi. Bu haqda bir necha sahobalardan rivoyatlar bor. Izoh. Lalanda masalasini bizga eski Istanbul mutafiylardan marhum Fahmi afandi o'quv yilida ilmi kalom darsida tushuntirgan edi. Asri saodat asarida ushbu satrlarni o'qiymiz. Shaqq qamar hodisasining bo'lib o'tgani Buxoriy, Muslim, Termiziy, Ibn Hanbal, Hokim, Bayhaqiy, Abu Nuayblar tomonidan ochiq-oydin yozilgandir. Abdulloh ibn Mas'ud deydi: Biz payg'ambar bilan birga Minoda bo'lganimizda oy ikkiga bo'lindi. Hazrat payg'ambar bizga bu hodisaga shohid bo'linglar dedilar. Sahih-i Buxoriy va Sahih-i Muslimning boshqa rivoyatlariga ko'ra, Hazrat payg'ambar davrlarida oy ikki parchaga ayrilgan. Oyning bir parchasi tog'ning bir tomoniga, ikkinchi parchasi boshqa tomonida edi. Rasul akram u yerdagilarga shohid bo'linglar deganlar. Sahih-i Muslimda bunday rivoyat bor. Makka aholisi payg'ambardan ularga bir oyat mo'jiza ko'rsatishni so'raydi. Payg'ambar alayhissalom esa ularga oyni ikkiga bo'lib ko'rsatadilar. Sunani Termiziydagi rivoyat esa quyidagicha. Makkaliklar payg'ambardan bir mo'jiza ko'rsatishni so'raydilar. Shu payti oy Makkada ikki parchaga bo'linadi. Shu asnoda qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi oyati karimasi nozil bo'ldi. Bu Qamar surasining 1-oyati edi. Termiziyning sunanida, Ibn Hanbalning musnadida, Jubayr ibn Mutibning rivoyatida bunday berilgan. Mushriklar bu mo'jizani ko'rgach, Muhammad bizni sehrlab qo'ydi, lekin hammani sehrlay olmadi deydilar. Abu Davud va Bayhaqiyga ko'ra mushriklar bunday deyishgan: Muhammad butun dunyoni sehrlay olmadi-ku. Yaxshisi bu haqida bu yerda bo'lmagan kishilardan so'rab ko'ramiz. O'sha paytda Makkaga uzoqlardan kelgan sayyohlar kirib kelgan. Ular ham yo'lda kelayotganlarida makkaliklar ko'rgan hodisani ko'rganliklarini aytishgan. Xullas bu hodisa kechqurun payg'ambar alayhissalom Minoda turgan paytlarida sodir bo'lgan edi. Mashhur fransuz falakshunosi Lalanda ham oyning o'tmishdagi harakatlari ustida ish olib borish jarayonida inshiqoqi qamar mo'jizasining haqiqatdan bo'lganligini e'tirof etgan. Nubuvatning 10-yili. Abu Tolib va Xadija roziyallohu anhuning vafotlari. Musulmonlar 3 yil davom etgan dahshatli qamaldan qutulganlarga xursand edilar. Biroq bu xursandliklari uzoqqa bormadi. Ketma-ket kelgan ikki musibat Rasul akramni ham, musulmonlarni ham chuqur qayg'uga soldi. Bir rivoyatga ko'ra, qamaldan 8 oy keyin payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib 80 yoshida, 3 kun keyin zavjalari Xadija Kubro 65 yoshida vafot etdi. Rasul akramning amakilari Abu Tolib musulmon bo'lmagan edi. Biroq u payg'ambarimizga uzoq yil otalik qilgan, o'z farzandidek sevgan, tarbiyalagan edi. Payg'ambarlik davrida esa jiyanini Qurayshning turli-tuman yomonliklaridan asradi. Hatto ular chog'ida Qurayshga Hazrat payg'ambarga ergashishni tavsiya etishni unutmadi. Bu ishni so'nggi vazifasi o'laroq ado etdi. Abu Tolibning Rasul akramga nisbatan qilgan fidokorliklarini tarix munosib taqdirlab kelmoqda. Abu Tolib mushrik sifatida o'lgan. Rasul akram amakilarini juda ham yaxshi ko'rar, uning musulmon bo'lishini jon dildan istar edilar.
Abu Tolib o'lim to'shagida yotganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ko'rishga keldilar. Abu Jahl ham o'sha yerda edi. Hazrat payg'ambar Abu Tolibga: "Ey amakijon, so'nggi nafasingizni olishdan oldin hech bo'lmasa bir martagina shahodat kalimasini ayting. Aytingki, men ham oxiratda sizni shafoat qila olay. Alloh huzurida sizning musulmon bo'lganingizga shohid bo'lay", deyishlari bilan Abu Jahl oraga kirib: "Ey Abu Tolib, otangning dinidan yuz o'girasanmi?" dedi. Shundan keyin Abu Tolib: "Men otam Abdul Muttalibning dinidaman. Agar Quraysh meni o'limdan qo'rqdi va dinini o'zgartirdi demasa edi, sening aytganingni qilgan bo'lur edim", deb javob berdi. Payg'ambarimiz esa: "Men hamisha sizning haqqingizga istig'for aytaman", deb Abu Tolibning yonidan juda tushkun kayfiyatda turib ketdilar. Buxoriyda ham, Muslimda ham Abu Tolib masalasi mana shu tarzda bayon qilinadi. Maoni Qur'on kitobida professor Ismoil Haqqi Izmirli: "Ey Muhammad, aniqki siz o'zingiz suygan kishilarni hidoyat qila olmassiz, lekin Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur" oyati karimasini Abu Tolib haqida nozil bo'lganini yozadi. Izoh: aniqki biz ularning Qur'onni Muhammadga biror odam o'rgatmoqda deyotganlarini bilurmiz, lekin ularning bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajamiy, ya'ni arabiy emas. Bu Qur'on esa ochiq-ravshan arabiydir. Nahl surasi 103-oyat. Abu Tolibning o'limidan 3 kun keyin Rasul akramning dardlariga yana bir achchiq dard qo'shildi. Hazrat Xadija volidamiz olamdan o'tdi. Xadija onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan og'ir damlarda hamisha birga bo'lgan eng yaqin va mehribon umr yo'ldoshi edi. U muhtaramani qabrga payg'ambarimizning o'zlari qo'ydilar. Shunday qilib payg'ambar ketma-ket 2 yaqin kishilardan judo bo'ldilar. Qurayshning tinimsiz va dahshatli iskanjasi musulmonlarning har biriga bir falokat olib keldi. Abu Tolib va Xadijaning o'limi Makka davrining 10-yiliga to'g'ri kelgan edi. Islom tarixida bu 10-yil Sanatul Huzun, Omul Huzun, mahzunlik yili deb ataldi. Chunki islom dini hayotidagi eng iztirobli yil 10-yil bo'ldi. Abu Tolib bilan Xadijaning o'limlari payg'ambarimiz chekayotgan dard-iztiroblarning yangi pallasini ochib berdi. Endi u kishiga qarshi qilinayotgan tazyiqlar dahshatli tus oldi. Payg'ambarimizning Toifga safarlari. Qurayshning inson zoti dosh berolmaydigan darajadagi bu yomonliklari endi Rasul akramning ham toqatlarini toq qilayozdi. Xadijaning o'limidan keyin u kishi ma'lum vaqtga Makkadan chiqdilar. Hijoz shaharlaridan Toifga bordilar. Yonlarida faqat tutingan o'g'illari Zayd bor edi. Rasul akram Toifda 10 kun turdilar. O'sha payt Toif shahrida Saqif qabilasi yashar edi. Qabilani obro' e'tiborli zotlar boshqarardi. Makkadagi Quraysh qabilasi kabi toiflik Saqafiylar ham butparast, ya'ni mushrik edi. Rasul akram bu yerda islom dinini yoyish maqsadida toifliklarni Allohning birligiga da'vat qildilar. Qabilaning boshliqlari, oqsoqollari bilan suhbatlashib, ulardan boshpana ham so'radilar. Ularni butga sig'inishdan qaytarib, bo'lajak azobdan qutqarmoqchi bo'ldilar. Biroq bu da'vat payg'ambarimizning boshlariga yangi kulfatlar olib keldi. Toifliklardan hech kim musulmonlikni qabul qilmadi. Buning ustiga payg'ambarimizga qarshi qilmagan yomonliklari qolmadi. Toifliklar oldin Rasul akramni masxara qildilar, so'ngra haqoratlay boshladilar. Nihoyat Toifdan chiqib ketishga majbur qilishdi. Hatto ancha joygacha ta'qib qilib borishdi. Qabila boshliqlarining tashviqi bilan yo'lning ikki tomoniga tizilgan qullar Rasul akramni toshbo'ron qildilar. Sarvari olamning oyoq kiyimlari qonga to'ldi. O'ng va so'ldan otilayotgan toshlardan Zayd yaralandi. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni toshlardan to'smoqchi bo'lgan Zaydning badani qontalash bo'lib ketgan edi. Havo juda issiq edi. Shunday issiqda toifliklar holdan to'ygunlaricha Rasul akramni ta'qib qilib kelishdi. Yo'l ustida Rabiya o'g'illaridan Utba va Shaybaga qarashli bir bog' bor edi. Toifliklar mehmonlarni shu boqqacha toshbo'ron qilib keldi. Toif safarida Rasul akramga ko'rsatilgan bu vahshiylarcha muomala u kishiga qattiq alam yetkazdi. Biroq o'shanda ham hech kimni duoibat qilmadilar.
Bu bilan Rasul akram payg'ambarliklarining dalillaridan yana birini ko'rsatgan edilar. Ayni paytda Rasul akram payg'ambarlik hayotlarining eng nozik nuqtasida turardilar. Hayotlari davomida chekkan eng achchiq iztirob mana shu edi. U zot o'zlariga tushgan vazifaning naqadar mas'uliyatli va shu bilan birga og'ir mashaqqatli ekanini anglagan edilar. Bog'da biroz dam oldilar. So'ngra ko'zlarida yosh ila qo'llarini yuqoriga ko'tarib Allohga shunday yolvordilar: "Yo Rabbiy, quvvatimizning zaifligini, chorasiz qolganimni, odamlar orasida xor bo'lganimni faqat Sengagina arz etaman. Ey rahimlilarning eng rahimlisi, zaifhol, mazlum bechoralarning Rabbisi o'zingsan. Axloqsiz, yuzsiz bir dushman qo'liga meni berib qo'ydingmi? Mendan g'azabnok bo'lmasang bo'lgani, chekkanim balo mashaqqatlarga parvo qilmayman. Sening marhamating juda ham kengdir. G'azabingga yo'liqishdan, noroziligingga duch kelishdan sening nuri vajhingga panoh tilab qochaman. U nur butun zulmatlarni oydinlatadi. U nur dunyo va oxirat ishlarining islohi ungagina bog'liqdir. Rozi bo'lganing qadar sendan mag'firat so'rayman. Butun kuch-quvvat sohibi sensan." Mavlono Muhammad Ali bunday yozadi: Hazrat Muhammad bir inson chidashi mumkin bo'lgan butun qiyinchiliklarga ko'kslarini ochgan. Bir insonni o'zini o'zi o'ldirish darajasigacha olib boradigan butun falokatlarni, aqllarni lol qoldiradigan bir sabr bilan kutib olgan edilar. Yo Alloh, qanday metin bir iymon bu! Allohning roziligi oldida boshlariga kelgan kulfatlarning hech narsaga arzimasligini aytadilar. Izoh: Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni unga oyat mo'jizamizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjid al-Haramdan Quddusdagi biz atrofini barokatli qilib qo'ygan Masjid al-Aqsoga sayr qildirgan. Barcha aybu nuqsondan pok zotdir. Darhaqiqat u eshituvchi, ko'ruvchi zotdir. Isro surasi 1-oyat. Rasul akramning achinarli hollarini bog'ning sohibi Rabiya o'g'illari ko'rdilar. Addos ismli bir xristian quldan uzum berib yubordilar. Hazrat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uzumni qo'llariga olib, "Bismilloh, Alloh nomi bilan" deb yeya boshladi. Buni ko'rgan qul hayron qoldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir necha savol berdi. Bu uzoq davom etmagan suhbatning so'ngida qul musulmonlikni qabul qildi. Ha, Rasul akram eng og'ir damda ham ilohiy vazifalarini unutmagan edilar. Rasul akram Toif sayohatidan qaytarkanlar Hiro, ya'ni Nur tog'iga chiqdilar. U yerdan Mut'im Adi o'g'liga o'zlarini himoya qilishini so'rab xabar yubordilar. Uning himoyasida kechqurun Makkaga kirib bordilar. Haram sharifga kirdilar. Ka'bani tavof qildilar. 2 rakat namoz o'qib uyga qaytdilar. Arab odati bo'yicha Mut'im o'z mehmonini himoya qilishga majbur edi. Darhol o'g'illari bilan qurollanib Ka'ba yoniga bordi. Rasul akramni Makkaga ham ular olib kirishgan edi. Makka ko'chalarida Rasul akramning yurishlari tahlikali edi. Shu sababli ham shunday tadbirli yo'l tutdilar. Toifdan qaytgach Rasul akram ma'lum muddat xalqdan uzoq yashadilar. Haj mavsumida Makka atrofida tashkil qilingan Ukos kabi savdo-sotiq markazlarida har xil maqsadlar bilan to'plangan arab qabilalariga xitob qilar, Qur'on oyatlaridan o'qir, ularni islom diniga da'vat etdilar. Mushriklar Rasul akramga qarshi turli xil tashviqotlar olib borardi. Qur'oni Karim Allohning so'zi ekanini tan olmaganlaridan tap tortmay, bu birovdan olingan deyishardi. Qur'oni Karim bu yolg'onchi mushriklar haqida bunday deydi: Aniqki, biz ularning Qur'onni Muhammadga biror odam o'rgatmoqda deyotganini bilamiz. Lekin ularning bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajamiy, ya'ni arabiy emas. Bu Qur'on esa ochiq ravshan arabiydir. Isro surasi 1-oyat. Nubuvatning 11-yili. Ko'rinyaptiki, mushriklar Rasul akramning ilohiy da'vatlarini inkor qilish yo'lida turli yolg'on bo'xtonlar uyushtirishadi. Biroq butun bu sa'y-harakatlarning foydasiz, natijasiz bo'layotganiga o'zlari guvoh bo'lishardi. Rasul akramning Aqaba tepaligida 6 nafar madinalik yigit bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvlari natijasi ham bu bema'ni ishlarning samarasiz ekanini yana bir bor ko'rsatdi.
Bir tomondan Rasul Akram Ka'badagi butlarni ziyorat qilishga kelgan qabilalar o'rtasida yakka Tangri e'tiqodini yoyish vazifalarida davom etardilar. Boshqa tomondan esa orqalaridan amakilari Abu Lahab kelib u kishini yolg'onchiga chiqarishga harakat qilardi. Haj mavsumi kunlarining birida Rasul Akram Makkadan tashqariga chiqdilar. Makka bilan Mina orasidagi yo'lda Makkaning shimolidagi Aqaba degan bir tepalikda madinalik 6 nafar yigit bilan uchrashib qoldilar. Ularga Qur'ondan oyatlar o'qib, islom diniga da'vat qildilar. Bu da'vatdan keyin madinaliklar darhol musulmonlikni qabul qildilar. Islom tarixida bu voqea ilk Aqaba uchrashuvi deyiladi. Rasul Akram bilan birinchi uchrashuvdayoq musulmon bo'lgan bu 6 yigitdan iborat ilk madinalik ansor quyidagilar edi: Asad ibn Zurora, Rofi ibn Molik, Af ibn Xoris, Qutba ibn Omir, Uqba ibn Omir, Jobir ibn Abdulloh. Makkalik ilk musulmonlar Hazrat Xadijadan keyin 8 kishi bo'lgan bo'lsa, madinalik ilk musulmonlar 6 kishi edi. Bu ro'yxatning boshida Asad ibn Zurora turardi. Madinada yashayotgan Avs, Xazraj kabi arab qabilalari bilan Yahudiy qabilalari o'rtasida qadimdan kelishmovchilik bor edi. Qachon o'rtalarida bir bahs munozara chiqsa, Yahudiylar yaqinda bir payg'ambar keladi, biz unga ergashib quvvatlanamiz, o'shanda sizlardan boplab o'ch olamiz deyishardi. Madinaliklar bir payg'ambar kelishini Yahudiylardan eshitishgan edi. Rasul Akramning da'vatlariga madinaliklarning oshiqishlarida bu payg'ambar fikrining ham katta ta'siri ko'rindi. Rasul Akramning madinaliklar bilan ilk munosabatlari ana shunday boshlandi. Bu munosabatlar payg'ambarimizning Madinaga qilgan katta hijratlarigacha davom etdi. Madinaliklar haj vaqti Zulhijja oyida Aqabada payg'ambarimiz bilan ketma-ket 3 marta ko'rishdi. İlk uchrashuvda 6 kishi ishtirok etgan bo'lsa, ular Madinaning Xazraj qabilasidan edi. Bir yildan keyin ikkinchi Aqaba uchrashuvi, birinchi Aqaba bay'ati bo'lib o'tdi. Bu safar Avs va Xazraj qabilalarining vakillaridan 12 kishi qatnashdi. Uchinchi uchrashuv ikkinchi Aqaba bay'ati Makka davrining 13-yili Zulhijja, ya'ni Haj oyida bo'lib o'tdi. Bu oxirgi 3-uchrashuvda madinaliklarning soni 75 taga yetdi. Bulardan ikkitasi ayol kishi edi. Oralarida Xazraj qabilasidan va Bani Najjar urug'idan payg'ambarimizning tog'a urug'laridan Hazrat Xolid, ya'ni Abu Ayyub Ansoriy ham bor edi. Birinchi Aqaba uchrashuvidan keyin madinalik 6 musulmon o'z yurtlariga qaytib, ko'rgan eshitganlarini hamshaharlarga gapirib bergan. Oxirgi payg'ambarning Makkadan chiqqanini aytishgan edi. Pirovarida bu 6 musulmon Madinada musulmonlikning yoyilishiga sababchi bo'ldi. Nubuvatning 12 va 13 yillari, Aqaba bay'atlari hamda Isro va Me'roj mo'jizasi. Rasul Akramning Aqaba tepaligida madinaliklar bilan birinchi uchrashuvi yuqorida aytganimizdek Makka davrining 11-yili bo'lib o'tdi. Ikkinchi uchrashuv 12-yili, ya'ni Haj mavsumida o'tkazildi. Rasul Akram bilan bu gal Aqabada ko'rishgan madinaliklar 12 kishi edi. Boshliqlari yana o'sha birinchi uchrashuvdagi Asad Zurora o'g'li edi. Bu 12 kishidan 5 kishi bir yil oldin ilk Aqaba uchrashuvida qatnashgan musulmonlardan edi. Bu ikkinchi Aqaba uchrashuvida madinaliklar Rasul Akram bilan uchrashibgina qolmasdan muborak qo'llarini ushlab, u zotga bay'at ham berishdi. Shu sababdan ikkinchi Aqaba uchrashuviga birinchi Aqaba bay'ati nomi berildi. Madinaliklar bu birinchi Aqaba bay'atida Allohga ibodat qilish, u zotga shirk keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zinoga, fahshga yaqinlashmaslik, hech kimga bo'xton qilmaslik, bolalarni o'ldirmaslik, payg'ambarga hamisha itoat qilish xususida Rasul Akramga so'z berdilar. Madinaliklarning bu ilk bay'ati islom tarixida buyuk ahamiyat kasb etdi. Bu bay'at Hijozda va butun Arabistonda hukm surgan shirk, zulm, yomon odatlarni ochiq-oydin inkor qilish edi. Bu insoniylikka ko'rsatilgan buyuk xizmat edi. Bu ikkinchi Aqaba uchrashuvidan so'ngra madinaliklar yurtlariga qaytdilar. Mus'ab Umayr o'g'lini o'zlariga muallim qilib birga olib ketdilar. Islom qisqa fursatda Madinaga yoyildi.
Mus'ab Madina tashqarisida u yerning musulmonlariga jamoat bilan namoz o'qishni o'rgatardi. Islomning Madinada yoyilayotganini ko'rgan qabila raislari jim turisholmadi. Makkadagidek musulmonlarga qarshi harakat qilishni istadilar. Qabila boshliqlaridan Usayd Huzayr o'g'li Asad bilan tortishib, eng avvalo undan alamini olmoqchi bo'ldi. G'azab bilan Asadning oldiga keldi. Uning yonida Mus'ab ham bor edi. Bir muddat ular bilan gaplashgandan so'ng yonlaridan Hazrat Umardek musulmon bo'lib chiqdi. Boshqa bir qabila boshlig'i Sa'd Muaz o'g'li ham xuddi shu tarzda musulmon bo'ldi. Sa'd Muaz o'g'li Mus'abdan eshitgan Qur'on oyatlaridan qattiq ta'sirlandi. Bu ikki qabila boshlig'ining ta'siri bilan Avs va Xazraj qabilalari orasida musulmon bo'lmagan qolmadi. Mus'ab Madinadagi bu voqealarning hammasidan Rasul Akramni xabardor qildi. Makkadagi musulmonlar va Rasul Akram bu xabardan juda ham quvonishdi. Rasul Akram birinchi va ikkinchi Aqaba uchrashuvi orasida hayotlarining eng buhronli pallasini yashayotgan edilar. Biroq hech bir qiyinchilik, to'siq u zotning Allohga bo'lgan e'tiqodlariga zarracha ta'sir o'tkaza olmadi. U zot haq dinning baribir ustun kelishiga qattiq ishonar edilar. Rasul Akram hayotlarining ana shunday xavotirli davrini o'tkazayotgan kunlarning birida Isro va Me'roj hodisasi ro'y berdi. Qur'oni Karimda Isro surasida bu haqida bayon qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning darajalari yuksaldi. Eng oliy maqomga yetishdilar. Qur'oni Karimda Isro bunday bildirilgandir. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haramdan Qudusdagi biz atrofini barakatli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan. Barcha aybu nuqsonlardan pok zotdir. Darhaqiqat, u eshitguvchi, ko'rguvchi zotdir. Javdat podsho bunday deb yozadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu olami shuhudning, ya'ni koinotning tashqarisiga chiqarildilar. Oldin u kishiga bir necha ilohiy haqiqatlar ko'rsatildi. Haq taoloning kalomini eshitdilar. O'sha kechaning o'zidayoq uylariga qaytdilar. Ertasiga bu hodisani odamlarga so'zlab berdilar. Izoh: Eslang, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sizga Parvardigoringiz barcha odamlarni o'rab ihota qilib olgandir degan edik. Biz sizga ko'rsatgan tushni va Qur'onda la'natlangan zaqqum daraxtini u odamlar uchun bir fitna imtihon qildik xolos. Biz mushriklarni qo'rqiturmiz, ammo bu ularni battar tug'yonga solur. Isro surasi 60-oyat. Mushriklar bu hodisani eshitib hayratga tushishdi. Ba'zilari Rasul Akramga Masjidul Aqso to'g'risida savollar berishdi. To'g'ri javob olganlari holda yana payg'ambarimizga ishonishni istashmadi. Rasul Akramning Isro va Me'roj mo'jizalari haqiqatdir. Bunda biror shubha yo'q. Faqat bu hodisa sodir bo'lgan vaqt va kayfiyati haqida islom olimlari har xil ijtihod qilishgan. Isro va Me'rojning vaqti to'g'risida turli rivoyatlar bor. Qachon bo'lgani qat'iy ma'lum emas, ammo bu hodisaning payg'ambarlik davrida hijratdan oldin Makkada sodir bo'lgani aniq va ma'lum. Rajab oyi Me'roj oyi ekani mashhur bo'lsa-da, uning hijratdan bir yil oldin Rabbiyul avval oyida bo'lib o'tganini jumhur va muhaqqiq ulamolar aytadilar. Me'roj paytidagi kayfiyat, holat haqida ham ulamolar o'rtasida turli fikrlar mavjud. Bu fikrlarni quyidagi tartibda sanab o'tsa bo'ladi. Birinchisi, Rasul Akramning Isro va Me'rojlari jismoniydir. Bu fikrdagi ulamolarga ko'ra Hazrat payg'ambar uyg'oq hollarida ham ruhlari, ham jismlari bilan safar qilganlar. Bular suyanadigan dalillar juda ham ko'p. Jumladan Qur'oni Karimning Isro surasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun abd, qul deyilmoqda. Qul so'zining jism va ruh ma'nosi bor, deyishadi olimlar. Ikkinchisi, Isro va Me'roj jismoniy emas, ruhiydir. Bunday fikrli olimlarga ko'ra Rasul Akramning faqat ruhlari safar qilgan. Uchinchisi, Isro va Me'roj hodisasi sodiq ro'yoda, rost tushda ro'y bergan. Bu guruh olimlarning fikriga ko'ra Isro va Me'roj uyqu asnosida sodir bo'lgan. Biroq bu uyqu shunchaki uyqu emas, chunki payg'ambarning ro'yolari ilohiy vahiyning bir ko'rinishidir. To'rtinchisi, Isro va Me'rojning Masjidul Haramdan Masjidul Aqsogacha bo'lgan qismi jismoniy, Masjidul Aqsodan keyingi qismi ruhiydir. Rasul Akramning Masjidul Haramdan Masjidul Aqsogacha bo'lgan tungi safarlari
Qur'on oyati bilan sobitdir. Masjidul Aqsodan osmonga ko'tarilishlari esa payg'ambarimizning mutavotir hadislari orqali bilinadi. Me'roj kechasi Rasul akramning qayerda bo'lganlari ham ixtilofli bir masaladir. Buxoriy va Muslim rivoyatiga ko'ra, Rasul akram Harami sharifda Hatim deb atalgan joyda edilar. Hatim Ka'baning yonidagi taqasimon poydevor ichi bo'lib, Quraysh peshvolari u yerda yotib qolishni odat qilishgan. Rasul akram ham ba'zan shu yerda yotib qolardilar. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, bu paytda Rasul akram Ummu Xoni uyida bo'lganlar. Ummu Xoni Abu Tolibning qizidir. Uning uyi Abu Tolib mahallasida edi. Xulosa, u zotni Jabroil alayhissalom Ummu Xonining uyidan haramga olib chiqqan va u yerdan Quddusga, Buroqqa mindirib olib ketgan. Isro surasi ila Rasul akram ikki qiblaning payg'ambari sifatida e'lon etildilar. Qurayshiylarga nasihat davrining oxirlab qolayotgani, ular ustagan azob ham yaqinlashayotgani, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ular orasidan hijrat qilish arafasida ekanlari bildirildi. Boshqa payg'ambarlar kabi Rasul akramga ham hijrat uchun izn berildi. 5 vaqt namoz farz qilindi. Me'rojdan oldin ham namoz o'qilardi. Tongda va oqshomda 2 marta. 2 rakatdan namoz o'qiyotgan musulmonlar Me'rojdan so'ng 5 vaqt namoz o'qiy boshlashdi. Rasul akramning muhtarama rafiqalari Hadicha Kubro roziyallohu anha 5 vaqt namoz farz qilingan paytga yetisha olmadi. U Me'rojdan 2,5 yil oldin vafot etgan edi. Qur'oni Karimda Baqara surasining 238-oyatida har bir musulmon uchun 5 vaqtlik namozning farz qilingani marhamat qilingan. Isro surasining 78-oyatida esa 5 mahal namoz va uning fazilati ochiq bayon qilinadi. Izoh: Quyosh og'ishidan to tun qorong'usigacha namozni to'kis ado qiling va tonggi o'qishni, bomdod namozini ham to'kis ado qiling. Zero tonggi o'qish kecha va kunduz farishtalari hozir bo'ladigan namozdir. Isro surasi 78-oyat. Ushbu oyatni barcha mufassirlar har kuni 5 vaqt namoz farz ekaniga hujjat deb qabul qilganlar. Bu muhim nuqta Asr-i Saodat kitobida ham tilga olinadi. Haq taolo bu moddiy olamni boshqarish uchun tabiiy qonunlar yaratganidek, ruhiy olam uchun ham bir qancha usul va qonunlar yaratgan. Bu qonunlar ruhiy olamga hokimdir. Shunday qonunlardan biri quyidagichadir. Bir qavmga oldin bir payg'ambar yuborildi. Bu payg'ambar u qavmni haqiqat yo'lga da'vat qiladi. Bu qavm ichidagi ba'zi kimsalar uning mo'jiza ko'rsatishini xohlaydilar. Mo'jiza ko'rsatiladi ham. Shu mo'jizadan keyin ham ular iymon keltirishmasa, payg'ambarga hijrat qilish amr etiladi va u badbaxtlar azobga giriftor qilinadilar. Payg'ambarlarning hayoti bu dasturning to'g'riligi uchun qat'iy dalildir. Rasul akramga ham Me'roj kechasida xuddi shu dasturning tatbiq qilinajagi bildirildi. Xristianlar Hazrat Isoning jisman ko'tarilganiga ishongani holda Rasul akramning jisman ko'tarilganlarga doir musulmonlar e'tiqodini inkor etadilar. Izoh: Usmonli tarixida hozirjavobligi bilan nom qozongan mashhur Fuad Poshodan Yevropa sayohati chog'ida payg'ambarimizning me'rojlari haqidagi bir suhbatda Muhammad qaysi zinapoya bilan osmonga chiqdi deb so'ralganida u hech o'ylanmay Iso chiqqan zinapoya bilan deya javob bergan edi. Ikkinchi Aqaba uchrashuvidan bir yil keyin yana haj mavsumida o'sha Aqabada ansorlar Rasul akram bilan 3-marta uchrashdilar. Nubuvvatning 13-yili Zulhijja oyida. Har tomondan Ka'ba ziyorati uchun kelgan qabilalar orasiga qo'shilib ketgan ansorlar Rasul akram bilan faqat kechasigina uchrasha olishdi. Ansorlar Makka mushriklaridan xavfsirab, chodirlaridan alohida bo'lib chiqishdi. Hatto qiyofalarini ham o'zgartirishdi. Hazrat Muhammad bu 3-Aqaba uchrashuvida amakilari Abbos bilan birga edilar. Abbos hali musulmon bo'lmagan, biroq jiyanini Abu Tolibdek yaxshi ko'rardi. Arab odatiga ko'ra uni o'z himoyasiga olgan. Bu bilan Abu Tolibning o'rnini bosishga harakat qilgan edi. Yig'ilishni Abbos ochib, ansorlarga bunday deb xitob qildi: Ey Hazraj va Avs jamoasi, siz Muhammadning oramizdagi mavqei yuksak ekanini bilasiz. Biz uni shu paytgacha dushmanlardan himoya qilib keldik. Siz hozir unga bo'lgan sevgingiz va hurmatingiz tufayli uni Madinaga da'vat etyapsiz. Uning orangizda yashashini istayapsiz. Uning o'zi ham shu niyatda.
Binobarin, agar uni dushmanlaridan himoya qila olishlaringizga ishonsalaringizgina yurtlaringizga olib ketinglar. Himoya qilishlaringizga ishonchlaringiz bo'lmasa, bu tashabbuslaringizdan voz kecha qolinglar. Abbosdan keyin ansorlarning istagiga binoan Rasul akram so'zladilar. Oldin Qur'oni Karimdan oyatlar o'qidilar. So'ngra ansorlardan ahd so'rab bunday dedilar: diniy amallarni kam ko'zsiz bajarishga, haqni qaror toptirish yo'lida chekinmaslikka, o'zingiz, bolalaringiz va zavjalaringiz kabi meni ham mudofaa qilishga so'z berasizlarmi? Bunga javoban Asad shunday dedi: yo Rasululloh, bizni ancha mushkul ishlarga chaqiryapsiz. Biz bu yerga sizga bay'at qilish uchun keldik. Sizga so'z berib aytamizki, o'zimizni, bolalarimiz va zavjalarimizni qanday himoya qilsak, sizni ham xuddi shunday qo'riqlaymiz. Ahdimizga vafo qilamiz. Inoyat esa Allohdan albatta. Alloh taoloning qudrati biznikidan ustundir. Ansorlar: yo Rasululloh, sizni himoya qilib bu yo'lda o'lsak nimaga erishamiz deb so'rashdi. Oxiratda buning mukofoti jannat bo'ladi, deya marhamat qildilar Rasul akram. Qalblarida iymon jo'sh urayotgan ansorlar bu mujdani eshitishlari bilan qo'lingizni bering dedilar va har biri payg'ambarimiz bilan qo'l siqishdi. Rasul akramni himoya qilishga so'z berdilar. Kerak bo'lganda butun arab va ajam bilan urushishga qasam ichdilar. Rasul akramning Madinaga hijratlari ham shu 3-aqaba uchrashuvida qarorlashtirildi. Bu 3-uchrashuvda qilingan bay'atga 2-aqaba bay'ati deyildi. Bu bay'at yarim kechada bo'lgani uchun Qurayshiylar undan bexabar qolishdi. Haj mavsumi tugab, hamma qabilalar joylariga qaytib ketganidan keyingina bildilar. Darhol ansorlarning orqasidan tushdilar, biroq yeta olmadilar. Nubuvatning 13-yili oxiri va 14-yili boshlari. Musulmonlarning Madinaga hijrati va payg'ambarimizning hijratlari. 3-aqaba uchrashuvidan so'ng Madina musulmonlar uchun bir iltijo maskani bo'ldi. Musulmonlik Makkadan tashqariga chiqqan, Madinada yanada rivoj topgan, Qurayshiylar kutgan xavf kelib bo'lgan edi. Chunki Madina makkaliklarning Shomga tijorat yo'llarida joylashgan edi. Islom dini Madinaga yoyilib bo'lgan, makkalik musulmonlar ham Madinada to'planishar edi. Rasul akram Madinaga borib musulmonlarga boshchilik qiladigan bo'lsalar, Madina musulmonlar uchun xuddi siyosiy markaz bo'lib qolar. Ammo ikkinchi tomondan bu hol makkaliklar uchun ancha katta yo'qotish bo'lar edi. Rasul akram sahobalarga Madinaga ketishlari uchun ruxsat berdilar. Shunday qilib Makka davrining 13-yili oxiri Zulhijja oyining 2-qismida Madina hijrati boshlandi. Aslida birinchi bo'lib Madinaga ko'chib o'tgan makkalik musulmon Abu Salama, ya'ni Abdul Asad o'g'li edi. U 1 yil oldin hijrat qilgan edi. Eng so'ng hijrat qilgan esa Rasul akramning amakilari Abbos, Abdul Muttalib o'g'li bo'ldi. Musulmonlik yo'lida mulkini va qabilasini Makkada qoldirib, ma'lum vaqtgacha Rasul akramning ruxsatlari bilan Madinaga ko'chib borgan makkalik musulmonlarga muhojir deyildi. Bu muhojirlarga yordam bergan madinalik musulmonlarga esa Ansor nomi berildi. Makka bilan Madina orasi salkam 500 kilometr yo'l edi. Bu masofani tuyada 10 kun atrofida bosib o'tish mumkin edi. Muharram va Safar oylarida Hazrat Umardan tashqari hamma makkalik musulmonlar oilalari bilan birgalikda yashirincha Makkadan chiqishdi. Yasribga, ya'ni Madinaga ko'chib o'tishdi. Hazrat Umar esa: "Mana men Madinaga ketyapman. Onalarini yig'latishni, xotinlarini tul, bolalarini yetim qoldirishni xohlaganlar, jonidan to'yganlar orqamdan tushsin", degan so'zlar bilan ochiq-oydin hijrat qildi. Hazrat Umarning hijrati Rasul akramning hijratlaridan 15 kun oldin bo'lgan edi. Mushriklarning azoblariga chiday olmagan makkalik musulmonlar bitta-ikkita bo'lib Madinaga kelib o'rnashdilar. Qisqa fursatda sahobalarning deyarli hammasi madinalik musulmonlarning bag'riga keldi. Makkadan Madinaga ko'chib kelayotgan sahoba-ikromni Madinadagi Avs va Xazraj qabilalari ochiq chehra bilan kutib olar, yordam berar, joylashtirar edilar. Makkadan kelganlar Madina yaqinidagi Avoyil degan hududga joylashtirildi. Makka
kun sayin bo'shab borar, shahar peshvolari bu holatdan hayratga tushishar edi. Makkada musulmonligi tufayli asir olinganlardan boshqa hech kim qolmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan ko'ra ko'proq sahobalarni o'yladilar. Chuqur va samimiy sevgi tufayli eng avvalo ularning xavfsizligini ta'minlashga harakat qildilar. O'zlari eng qo'rqinchli dushmanlar orasida, eng buyuk tahlikalar qarshisida yolg'iz qoldilar. Go'yo muhojirlarni qo'riqlash vazifasini zimmalariga olgan edilar. Bu holat ham Hazrat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning iymonlari nechog'lik baquvvat ekanini ko'rsatib turadi. Rasul akram faqat Abu Bakr Madinaga ketish uchun ruxsat so'raganlarida sabr qiling, balki Alloh sizga bir hamroh berib qolar, deya u kishining safarini orqaga surdilar. Musulmonlarning Madinaga joylashishi Qurayshiylardagi dushmanlik tuyg'usini yanada orttirdi. Bu hijrat payg'ambarimizning mavqelarini anchayin ko'tardi. Avvaldan makkaliklar bilan madinaliklar orasida bir-birini ko'ra olmaslik bor edi. Makkaliklar Adnoniy arablardan, madinaliklar esa Qahtoniy arablardan edilar. Vaziyatni anglab yetgan Qurayshiylar bezovta bo'la boshlashdi. Makkada Rasul akramning yolg'iz qolganlarini ko'rdilar. Tez fursatda Dorunnadvada, ya'ni Quraysh oliy majlisida to'plandilar. Musulmonlikni yo'qotish, Hazrat Payg'ambar alayhissalomni yo'q qilish uchun turli choralar izladilar. Abul Baxtariy Muhammadni bog'lab, 4 tomoni berk bir joyga qamab qo'yaylik, o'lguncha o'sha yerda qolsin, dedi. Abul Asfad esa bunday taklifni o'rtaga qo'ydi. Uni bir tuyaga yuklab Makkadan chiqaraylik, uzoqlarga surgun qilaylik. Biroq bu takliflarning birontasi ma'qul tushmadi. Shunda Abu Jahl o'z rejasini bayon qildi. Abu Jahlning rejasiga ko'ra, Quraysh qabilasining hamma urug'laridan bittadan odam tanlanadi. Bular keskir qilichlar ila qurollanib, bir paytda Rasul akramga tashlanib o'ldiradilar. Kimning o'ldirgani aniq bo'lmagach, Hoshimiylar da'vo qilisha olmay, oxirida diyaga, ya'ni jon badaliga rozi bo'lishadi va yopiqlik qozon yopiqligicha qoladi. Abu Jahlning taklifi bir ovozdan qabul qilindi. Shunday qilib Rasul akramni o'ldirish haqida Dorunnadva majlisida kelishib olindi. Izoh: Mushriklarning Rasul akramga qarshi bu xatti-harakatlari va buning oqibati haqida Qur'oni Karimda bunday deyilgan: Ey Muhammad, kofirlar sizni hibs qilish yoki o'ldirish yoki Makkadan chiqarib yuborish uchun sizga makr qilgan paytlarini eslang. Ular makr qilurlar. Alloh ham makr qilur. Alloh makr qilguvchilarning eng yaxshisi. Anfol surasi 30-oyat. Ibn Ishoqning yozishicha, mushriklar suiqasdidan oldin Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, bu kecha o'z o'rningizda yotmang deb ketgan edi. Bu razilona rejani amalga oshirishga kirishildi. Quraysh qabilalaridan bu ishga qasd qilgan kishilar ajratib olindi. Ular Rasul akramning uylari atrofini o'rab olishdi. Ayni paytda uyning ichkarisi ham kuzatib turilardi. Ertalab uydan chiqishlarida Rasul akramga suiqasd qilinish mo'ljallangandi. Rasul akram ilohiy vahiy orqali tahlikadan xabardor qilindilar. Nihoyat hijratga izn berildi. Izoh: Isro surasining 8-oyatida bunday deyiladi: Va ayting, Parvardigorim, meni haq rost dohil qilgin va haq rost chiqargin, hamda men uchun bir madadkor quvvat ato qilgin. Bu oyatning Rasul akram hijratlariga ishora ekanini aytuvchi olimlar ham bor. Buxoriy bu duoning Miroj kechasi vahiy bo'lgan hijrat duosi ekanini rivoyat qiladi. Sarvari olam oldin Alini chaqirtirib u kishiga: "Men Madinaga ketyapman. Bu omonatlarimni ertaga egalariga topshir. Mendan keyin bu yerda qolmasdan sen ham yo'lga chiq. Bu kecha mening o'rnimda kirib yot. Mening yopong'ichim bilan o'ran", dedilar. Hazrat Ali Rasul akramning o'rinlariga kirdi. Hayotlarini xavf ostiga qo'yishdan zarracha qo'rqmadi. Hazrat payg'ambar shu kecha xonalaridan chiqdilar. U kishini hech kim ko'rmadi. Suiqasdchilar dong qotib uxlab qolishgan edi. Rasul akram Hazrat Abu Bakrning uylariga bordilar. Ikkovlari tunda uyning orqa eshigidan chiqdilar. Savr tog'idagi bir g'orga borib yashirindilar. Izoh: Savr
Makkaning janubida, shahardan piyoda o'rtacha 2,5 soatlik yo'lda joylashgan tog' edi. G'or tog'ning tepasida edi. Savr tog'i ham Hiro, ya'ni Nur tog'idagi g'or kabi islom tarixida shuhrat qozongan. Qurayshiylar Rasul Akramni uyquda deb bilishardi. Yotoqda Alinigina ko'rib chuv tushganlarini angladilar. Hazrat payg'ambarni qidirib Makkani ostin-ustun qilib yubordilar. Topganga 100 tuya va'da qilindi. 4 tomonga xabarchilar jo'natildi. O'shanda qotil, o'g'ri deyarli hamma qo'lga ilingan quroli bilan Makkadan chiqdi. Atrofga tarqaldi. Hatto ba'zilar qidirib Savr tog'igacha bordilar va u yerni rosa qidirdilar. Rasul Akram bilan Hazrat Abu Bakr yashirinishgan g'orning og'zigacha kelganlar bo'ldi. Oyoq ovozlari ichkariga eshitilib turardi. Ichkaridagilar bu damda hayajonli daqiqalarni o'tkazardilar. Ayniqsa Abu Bakr juda ham hayajonda edi. U kishi Rasul Akramning quloqlariga shivirlab, "Yo Rasululloh, yaqinlashdilar", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa xotirjam, "Qo'rqmang, Alloh biz bilan birgadir", dedilar. Izoh: Agar sizlar unga Muhammadga yordam qilmasangiz, Alloh o'zi unga yordam qilgan. Qachonki uni kofirlar 2 kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida, ikkovlari g'orda turib, Muhammad hamrohi Abu Bakrga "Tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir", degan edi. Tavba surasi 40-oyat. Hazrat Abu Bakr o'zini emas, faqatgina Rasul Akramni o'ylab bezovta bo'lgan edi. Holbuki Rasul Akramning ilohiy vahiyga bo'lgan bog'liqliklari, Allohga bo'lgan ishonchlari juda kuchli edi. Bu iymon kuchi eng og'ir damlarda ham o'zligini namoyon qilardi. Quraysh mushriklari Rasul Akramni 3 kun qidirdi. Payg'ambarimiz alayhissalom va Abu Bakr ham bu g'orda 3 kecha-yu 3 kunduz qoldilar. Izoh: Kofirlar g'orga yaqinlashganlari zamon bir daraxt shoxlarini g'orning og'ziga uzatdi. 2 musicha unga in quradi, degan rivoyat ertakdir. Bu voqeaning asl roviysi Avn ibn Amrdir. Bu rivoyat haqida muhaddislarning buyuklaridan Yahyo ibn Ma'in "bo'lmagan gap" degan. Imom Buxoriy esa "majhuldir" degan. Zahabiy Avn ibn Amrdan bahs etarkan, shu holatlarning hammasini tushuntiradi. Ismoil Haqqi Izmirli ham ushbu satrlarni yozgandir. Hijrat vaqtida g'orning og'zida bir daraxt o'sib chiqdi. G'orning ustida bir tuynuk ochilib, bir daryo ko'rindi, degan kabi so'zlar botildir. Asosi yo'qdir. Hazrat Abu Bakrning kichik o'g'li Abdulloh roziyallohu anhu tunda kelar, tashqarida bo'layotgan voqealardan ularni xabardor qilar edi. Abu Bakr roziyallohu anhuning ozod qilgan quli Omir ibn Fuhayra roziyallohu anhu esa sut tashir edi. Abu Bakrning oldindan boqayotgan 2 tuyasi bor edi. U Madinaga bu tuyalarda hijrat qilishni taklif qilgan. Rasul Akram badalini to'lash sharti bilan bu taklifni qabul qilgan edilar. Bu tuyalar pulga yo'llangan Abdulloh ibn Urayqit ismli bir g'ayrimuslim yo'l ko'rsatuvchiga topshirilgan edi. Ibn Urayqit 3 kundan keyin 4-kuni ertalab tuyalarni tog' etagiga olib keldi. Rasululloh bilan Abu Bakr bir tuyaga, yo'lboshchilar bilan Omir 2-chi tuyaga minishib, dengiz yo'li bilan Madina tomon yo'l oldilar. Rasul Akram ilohiy vahiyni birinchi marta Hiro, Nur tog'ida qabul qilgan edilar. Endi esa musulmonlik nuri Savr g'oridan porlayotgan edi. Bu holga ko'ra islom nuri shu 2 g'ordan porlayotganga o'xshardi. Hiro bilan Savr orasida o'tgan vaqt Rasul Akramning Makka davrlarini tashkil etdi. Savrdan boshlangan hijrat esa Makka davrining so'nggi va Madina davrining boshlanishi bo'ldi. Hijrat islom tarixidagi muazzam bir hodisadir. Bu musulmonlikning qutilishi, islom g'alabasining boshlanishi edi. Islom dini hijrat tufayli istiqlolga erishdi. Uning yoyilishiga imkon tug'ildi. Bu din madaniy deb bilingan dunyoga o'zligini tanitishga muvaffaq bo'ldi. Hijratdan oldin islom butparastlikning dahshatli tazyiqi ostida edi. Bu tazyiq ham yo'qotildi. Hijratning tarixida ham diniy, ham ijtimoiy va ham siyosiy ta'siri ahamiyati bor edi buni. Shuning uchun bu hodisa hijratdan 17 yil keyin
Hazrat Umar xalifaligi davrida islom dunyosi uchun taqvim boshi sifatida qabul etildi. Rasul akram hijrat qilayotganlarida ikkita katta xatar paydo bo'ldiki, ulardan omon-eson qutuldilar. Birinchisi Bani Mudlijdan bo'lmish Suroqa taqib etib chiqqan edi. Ikkinchisi Bani Aslamdan bo'lmish Burayda ham 70 nafar otlig'i bilan Hazrat payg'ambarning yo'llarini to'smoqchi bo'lgan edi. Ikkisi ham Quraysh va'da qilgan mukofotni qo'lga kiritish uchun bu ishga kirishgandi. Ma'lumki, Qurayshiylar Rasul akramni yoki Abu Bakrni olib kelganga 100 tuya mukofot berajagini e'lon qilgan edilar. Mudlij qabilasidan bo'lmish Suroqa ismli isquvar qabilasiga bildirmasdan mukofotni olish havasi bilan qurollanib, ularning orqasidan tushdi. Ularga yetay deb qolganida oti sirpanib, o'zi ham otdan yiqilib tushdi. Yana otiga minib ularni quvishda davom etdi. Yaqinlashganida bu gal otning oldingi ikki oyog'i qumga botib qoldi. Bu hodisadan Suroqa qattiq ta'sirlandi. Qilgan ishiga pushaymon yeb payg'ambarimizdan kechirim so'radi. Iziga qaytib bu tomonga kelayotganlarni aldab orqasiga qaytardi. Izoh: Suroqa qaytishda Rasul akramdan bir omonnoma olgan. Madina davrida Rasul akram Hunayn g'azotidan qaytayotganlarida haligi omonnomani ko'rsatib musulmon bo'lgan edi. Bu o'rinda e'tiborni tortadigan muhim nuqta: payg'ambarimizning hayotlariga qasd qilmoqchi bo'lgan Suroqadek kuchli bir dushmanning o'sha kuniyoq birdaniga o'zgarib, Rasul akramning do'stlariga aylanishidir. Bunday hollar Rasul akramning hayotlarida tez-tez uchrab turgan mo'jizalardandir. Biroq Rasul akram hech vaqt ko'z-ko'z qilish uchun mo'jiza ko'rsatmaganlar. Har narsaning ilohiy qudrat mahsuli ekanini doimo eslatib turganlar. Burayda ham shunday bo'ldi. Hazrat payg'ambarning qo'l oyoqlarini bog'lamoqchi edi. O'zi payg'ambarga qattiq va samimiy bog'lar bilan bog'lanib qoldi. Musulmon bo'ldi. Boshidagi oq sallani yechdi, nayzasiga bog'ladi. Payg'ambarimizga ruxsat bersangiz, oldingizda ilk alambardoringiz bo'layin dedi. Bayrog'ini qo'lga olib to Qubo qishlog'igacha Rasul akramga bayroqdorlik qildi. Musulmonlarning ilk bayroqdori Burayda, bayrog'i esa Buraydaning oq sallasi bo'ldi. Izoh: Islomning ilk qo'mondoni bo'lgan amakilari Hamzaga Rasul akram tomonlaridan berilgan dastlabki bayroq esa Xabr bayrog'i va askariy bayroq edi. Shundan so'ng yo'lovchilar Shomdan qaytayotgan tijorat karvoniga duch kelishdi. Karvonda Zubayr ham bor edi. Zubayr u yerda Rasul akram bilan Abu Bakrga oq kiyimlar kiygizdi. Rasul akramning Makkadan Madinaga tomon yo'lga chiqqanlari ma'lum bo'lgan edi. Madina musulmonlari ketma-ket 3 kun Rasul akramning yo'llarini poyladilar. Har kuni ertalab kutib olish uchun shahar tashqarisiga chiqishar, tushgacha kutishar, keyin uylariga qaytishar edi. Oxirgi kun 8-Rabiul avval dushanba kuni chiqib, kutishib, peshin paytida shaharga qaytishgan edi. Baland qo'rg'on ustiga chiqqan yahudiylardan biri uzoqdan kelayotgan karvonni ko'rib qoldi va "Ana sizlar kutayotgan zotlar kelyapti" deya baland ovozda musulmonlarga xabar berdi. Shahar xalqi katta hayajon ichida edi. Bu xabarni eshitib quvonib ketishdi. Har joyda baland ovozda chiqayotgan takbir ovozidan shahar titrayozdi. Rasul akramning tog'a urug'lari Bani Najjor va boshqa musulmonlar qurollanib, tabarruk mehmonlarni kutib olishga shoshildilar. Qay biri otliq, qay biri piyoda edi. Ular Madinadan 1 soatlik yo'ldagi Qubo qishlog'ida Rasul akramga peshvoz chiqdilar. Kun juda issiq, Rasul akram haddan tashqari charchagan edilar. Qubodagi bir xurmo daraxti tagida qo'ndilar. Izoh: Riyozul Muxtor asarining muallifi G'ozi Ahmad Muxtor podsho bunday deydi: Payg'ambarimiz hazratlarining Makkadan hijrat ila Madinaga kelishlari 1-hijrat yili Rabiul avval oyining 12-kunidir. Bu masalada nozik ilmiy tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, o'sha kun Quyoshning mezon burjining 1-darajasida bo'lgan, ya'ni kuzning kechasi bilan kunduzi teng bo'lgan kunga 23-sentyabrga mos kelgandir. Asrimizning munajjim boshlaridan marhum Tobir afandi ham Madina sharaflantirilgan kuni Quyosh mezon burjining 1-darajasida bo'lganini ta'kidlaydi.
Quboda madinalik oilalar bor edi. Bulardan Avf o'g'li Amr Rasul Akramni mehmon qildi. Bir necha kishi Rasul Akram bilan shu yerda ko'rishdi. Makka bilan Madina o'rtasidagi yo'l tuya yurishida o'rtacha 10 kunlik bo'lishiga qaramay, hijrat karvoni bu yo'lni 8 kunda bosib o'tib, Qubo qishlog'iga kelgan edi. Rasul Akram Kulsum ibn Hadimning uyida 4 kecha mehmon bo'lib qoldilar. Qubo masjidi bu 4 kunlik mehmonliklari mobaynida qurildi. Rasul Akram masjid qurilishida bir ishchidek ishladilar. Musulmonlar uchun ilk bor qurilgan Qubo masjidi bu yangi davrning bir obidasi bo'ldi. Izoh: birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan masjid borki, siz o'shanda turishingiz loyiqroq. Unda poklikni sevadigan kishilar bordir. Alloh esa o'zlarini mudom pok tutguvchi zotlarni sevar. Tavba surasi 108-oyat. Rasul Akramdan keyin ishlarini bitirgan Hazrat Ali ham Makkadan yayov yo'lga chiqdi. Kunduzlari yashirinib, kechasi yurib, karvonga Quboda yetib olib qo'shildi. Va nihoyat 4 kundan keyin juma kuni Rasul Akram tuyalariga mindilar. Orqalariga Abu Bakrni mingashtirdilar. Kutishga kelgan muhojir va ansorlardan qurollangan 100 kishilik muhtasham bir olomon Allohning buyuk lutfiga shukronalar aytib, Qubo qishlog'idan chiqishdi. Madinaga qarab yo'l olishdi. Yo'lda Avf Solim o'g'li urug'iga qarashli Ronuna vodiysiga borishdi. Peshin namozi vaqti bo'lgan edi. Rasul Akram tuyalaridan tushdilar. Oldin u yerda ketma-ket 2 xutba aytdilar. Jamoatga imomlik qilib juma namozini o'qidilar. Bu namoz Rasul Akramning Madinada ilk bor amalga oshirgan juma namozlari edi. Namozdan so'ng Rasul Akram yana tuyalariga mindilar va nihoyat Yasribga, Madinaga kirib keldilar. U buyuk insonning Madinaga kirishlari dunyo tarixida tengsiz bir hodisa edi. Bu kun islom tarixidagi eng sharafli, eng quvonchli kun bo'ldi. Allohning bu elchisi Madinaga kirib kelarkanlar, do'st va dushman butun xalq shahar tashqarisiga chiqqan. Yo'llarda 2 qator bo'lib tizilishgan edi. Bolalar Rasululloh keldilar, Rasululloh keldilar deya quvonib baqirishar. Habashiylar qilichbozlik o'yinlarini ko'rsatishar, xotinlar tomlar ustida ajoyib she'rlar, qizlar shirin shakar manzumalar o'qishar, daflar chalinar. Musulmonlikning bu buyuk bayrami zo'r sevinch bilan nishonlanar edi. Izoh: ancha avval toifliklarning Rasul Akramni toshbo'ron qilganlari, bir daf'a Makka mushriklarining u zotni o'ldirish uchun bel bog'laganlari yodda tutilib, endi esa madinalik ansonlar bu zotga ko'rsatayotgan samimiy sevgi-ehtirom ko'z o'ngiga keltirilsa, bu ilohiy inqilobning, ya'ni o'zgarishning buyukligi qarshisida lol bo'lmaslikning iloji yo'q. Madinada katta bir o'zgarish ko'zga tashlanardi. Necha yillardan beri bir-biriga dushman bo'lgan Avs va Hazraj qabilalari gina qudratni unutib, buyuk payg'ambar atrofida birlashishdi. Yahudiy va butparastlar ham o'zgarish qarshisida hayron qolishdi. Musulmonlarning hammasi ham Rasul Akramni o'z uylariga mehmon qilishni istardi. Sirat va tarix kitoblari Rasul Akram hech kimning ko'nglini ranjitmaslik uchun tuyalarini bo'sh qo'yib yuborganlarini, tuyaning hozirda Masjid-i Nabaviy joylashgan bo'sh bir joyda cho'kkanini, so'ngra turib bir necha odim yurib yana o'sha joyda to'xtaganini xabar beradi. Imom Muslim Rasul Akramning Bani Najjar urug'laridan uyida mehmon bo'lganliklarini aytadi. Tuyalaridan tushishlari bilan Rasul Akram qarindoshlaridan kimning uyi eng yaqinda deya so'raganlarida Abdul Muttalibning onasi Salmo tomonidan o'zining qarindoshligini bildirgan Bani Najjar urug'idan bo'lmish Xolid ibn Zayd, ya'ni Abu Ayyub Ansoriy darhol "Yo Rasululloh, mening uyim yaqin, mana uyim, mana eshigi" degan. Shundan so'ng Rasul Akram Abu Ayyub Ansoriyning uyida mehmon bo'lib qoldilar. Bu mehmonlik to Masjid-i Nabaviy qurilguniga qadar davom etdi. Izoh: Xolid ibn Zayd, Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu. Islom tarixida shuhrat taratgan 2 nafar Xolid bor. Biri makkalik Xolid ibn Valid bo'lsa, ikkinchisi madinalik Xolid ibn Zayddir. Makkalik Xolidning qabri Suriyaning Humus shahrida, madinalik Xolidning qabri esa Istanbulda, Ayyub sulton mozoridadir. Xolid ibn Zayd Abu Ayyub Ansoriy
Madinaning Hazraj qabilasidan Bani Najjar urug'idandir. Chunki Rasul Akramning bobolari Abdulmuttalibning onasi va Hoshimning zavjasi Salma Bani Najjordan edi. Bu jihatdan Xolidning payg'ambarimizga qarindoshliklari bor. Abu Ayyub Ansoriy hijratdan avval iymon keltirgan madinalik edi. Makka davrining 13-yili haj mavsumida hamshaharlari bilan birga Makkaga kelgan va ikkinchi Aqaba bay'atiga qo'shilgan. Sarvari olam Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida qarindoshlari Hazrat Xolidning uyiga tushib, bu uyda Madinadagi masjid va yonidagi xonalar qurilib, bitgunga qadar mehmon bo'lib turganlar. Madina davrida Rasul Akramning tashviqlari bilan Mus'ab ibn Umayr bilan Hazrat Xolid og'a-ini tutingan. Ma'lumki, Mus'ab musulmonlikni madinaliklarga o'rgatish uchun Rasul Akram tarafdorlaridan muallim o'laroq yuborilgan edi. Abu Ayyub Ansoriy Badr, Uhud, Xandaq va boshqa janglarda Rasul Akram bilan birga bo'ldi. Ibn Asrga ko'ra, Hazrat Xolid Abu Ayyub Hazrat Alining eng yaqin do'stlaridan edi. Xalifa bilan barcha muhorobalarda qatnashgan. Jamal voqeasi asnosida xalifaning yonida bo'lgan. Faqat bir rivoyatga ko'ra Siffin voqeasida ishtirok etolmagan. Zayd o'g'li Xolid butun umrini bir yildan tashqari jihod bilan o'tkazgan. Hatto Shom xalifasi Muaviya I tarafidan ilk Istanbul qamalga yuborilgan Sufyan ibn Af boshchiligidagi islom qo'shiniga ko'ngilli bo'lib qo'shilgan va Istanbulga borgan. Bir yildan keyin Istanbulning g'arbiy hududiga surgun qilingan va o'sha yerda vafot etgan. Qabri bir muddat saqlandi. Keyin qabr ustidan otliq askarlar yurgizilib, hech bilinmas bir holatga keltirildi. Sulton Muhammad Fotih Istanbulni olgan yili Xolid ibn Zaydning qabri mashhur Oq Shamsiddin tarafidan yer yuziga chiqarildi va Fotihning buyrug'i bilan qaytadan risoladagidek ko'mildi. U kishining qabrida bir tosh bo'lgani va unga Hazza qabru Abu Ayyub, bu Abu Ayyubning qabridir yozuvi borligi rivoyat qilinadi. Xolid ibn Zayd 55 ta hadisni rivoyat qilgan. Bu hadislardan 13 tasi Imom Buxoriy va Imom Muslimda zikr qilingan.